Audio Jungle. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Texno xabar hamda Shohjahon do'stlar. Do'stlar, bugungi video roligimizda sizlar bilan birgalikda navbatdagi unpacking videomiz bo'ladi do'stlar. Bugun do'stlar ko'rayotgan bo'lsanglar, meni birinchi knopkam kelgan edi. Bu yolg'on emas, yana o'ylashinglar mumkin. Ikkinchi knopkasini yana ochyaptimi deb. Yo'q do'stlar, mana bu ko'ryaptimi? Menimcha ko'ryapti do'stlar. Bu birinchi knopkam. YouTube knopkam do'stlar. Bizlarda do'stlar yarimta ikkinchi knopka bor. Bu knopkam do'stlar bugun keldi. Xo'p, men buni qachon buyurtirgandim? Tak 11 fevral sanasida buyurtirgandim do'stlar. Bugun chislamiz 25 bo'lsa, kecha Toshkentga kirib keldi do'stlar. Kecha ertalab 24-da, ya'ni 11 bo'lsa ham, bu yoqdan 11, 21, 10 kun 12 kunda kirib keldi do'stlar. Ro'parasi 12-13 kunda kirib keldi Toshkentga. Ya'ni 2 hafta ichida do'stlar. Va men bugun buni qo'limga oldim do'stlar. Bu uchun yordam bergan alohida mentorimiz Nig'mat akaga kattakon rahmat. Okamlar yo'q demadilar. Men endi Toshkentda bo'lmaganim uchun bu pochtamizni menga через chiqartirib berdilar. Ya'ni iltimos qilganim uchun shu BTSdan borib o'zligi qabul qilib, men pasportimni tashlab berdim. O'zligi qabul qilib, men nomimdan borib pochtani chiqartirib berdilar do'stlar va keldi, bugun olib keldim. Xullas do'stlar, gapni cho'zib o'tirmaymiz. Tayyor bo'lsanglar, biz video roligini boshladik. Qani go. Xo'p do'stlar, bu bizning birinchi knopkamiz edi. Ishonmaydigan bo'lsanglar, ot mana. Bu bizning birinchimiz, mana operator shuni ko'rsatib oling shuni. Bizning birinchi kanalimizniki bu. Bu yerda o'zini narsaliklari bor ichida, ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu bizning eski knopkamiz do'stlar. Bizning navbatdagi ikkinchi knopkamizni sizlar bilan birgalikda ochamiz. ASMR deydi. ASMR. Bismillah. Ham do'stlar, ehtiyotkorlik bilan ochib olamiz buni endi. Shu hamma yog'ini skotchlab tashlashibdi. Pochtani mana shunaqa xavfsiz qilib berishgan uchun gap yo'q. Endi reklama bo'lsa aytib ketaman, gap yo'q bu tezda. Hoppa. Hoppa. ASMR. Deydi do'stlar mana. Yangi knopka, mana bitta ko'rsatib qo'ygan operator. Takoy qilib, chiroyli qilib, mana shu joyini ko'rishingiz mumkin mana. Hatto ko'rayotgan bo'lsanglar, mana ism, familiyam turibdi. Keldi bu knopkachamiz, takoy. Lufthansa Cargo. Короче, bu Turkiyaga keldi. Turkiyadan keyin через Germaniya, keyin через O'zbekiston kirib keldi do'stlar. Nechtadir pochtadan chiqib keldi bu knopka bizga kelguncha ancha murakkab bo'ldi do'stlar. Tak mana 13 fevralda do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Pochta chiqarilgan, ya'ni men 11-da zaявка tashlagan bo'lsam, 13-da o'zi 2 kun o'tib zaявkamizni chiqarib yuborilgan do'stlar. Xo'p, endi buni ochamiz. Kutish yo'q. Bismillah. Mana bu narsalarni do'stlar, bu yerda o'zi mana bu skotchlarni o'zi skotchniklarni do'stlar Amerikadan skotchlab yuborishgan. Bismillah. Mana ochdik. Xo'p, endi menimcha buni ochib olamiz do'stlar. Menimcha bo'ldi. Всё. Hayajonli daqiqalar. Do'stlar, bu kanalimni knopkasini nima deb chaqirdim bilasizlarmi? Hozir ko'rasizlar. Bizda har doimgidek o'sha xavfsiz tutuvchi qanaqadir gubka, SpongeBob gubka bor, короче, mana shunaqa narsa. Va bizda ko'rishimiz mumkin, bu o'sha knopkamizni yo'qotib qo'ysa yoki knopkamizni yo'qotmas, sindirib qo'ysa yoki shikast yetsa, mana shu orqali do'stlar vastonavit qilib qaytadan chaqirtirib olsanglar bo'ladi. Ma'lumotni aytib o'taman, bu pulli bo'ladi, lekin agar sizlar ham knopkaga zarar yetkazib yoki maydalab sindirib yo'qotib yuborgan bo'lsanglar, qayta chaqirtirsanglar, uni pullarni o'zingizlar to'laysizlar. Xo'p, bizga birinchi martaga YouTube o'zi bepul to'lab beradi. Xo'p. Keyingi jarayon
Oh, mana do'stlar. Ikkinchisi bu deydi-yu mana. Do you remember your first subscribe? Sani o'sha birinchi obunaching esingdami? You're 13 sen короче 100-san, короче nimadirlar, короче men ingliz emasman do'stlar. Bu yerda shu ma'lumotlar berib, короче mana YouTube SEOsi do'stlar, bu oldin Susan bir narsa degan ayol kishi edi. Hozir mana hindistonlik ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Hindistonlik akamiz Neil Mohan o'zi asli hindistonlik. Mana shu biratan do'stlar rasmi chiqadi. Mana paq deb do'stlar mana shu rasmini chiqazib qo'yaman. Mr Beast bilan tushgan rasmi bor. Mana shu akamizning ismlari, mana shu YouTube SEOsi, ya'ni direktori. Hozir ham do'stlar buni juda tiniqda, mana bitta ko'rsatinglar operator yaqinroq qilib. Qanaqadir sifati boshqacha. Qanaqadir zo'rda, sifatli. Lekin do'stlar ma'lumot o'rnida aytib o'taman, bitta narsa men topa olmadim. Butun O'zbekistonda balki yo'qdir. Mana shu o'lchamdagi ramka hech qayerda yo'q ekan do'stlar. Men umuman topa olmadim to'g'risi. Xo'p, buni bu yoqqa qo'yamiz. Wow! Prosta wow. Operator bu jarayonlarni bizga yaqindan ko'rsatib bering, hurmatli tasvirchi. Operator deydi-yu. Mana do'stlar. Men mega shoh deb chaqirtirdim. Bu meni o'sha yoshligimdagi eng orzu qilgan taxallusim edi do'stlar. Shunaqa YouTube kanalim ham bo'lgan meni. Prosta orzuim bo'lgan. Eng birinchi YouTube ga kirib kelganimda eng katta orzuim o'sha mega shoh degan kumush knopkam bo'lishini istardim do'stlar. Mana o'sha nima deydi, orzuligicha qolmaydi. Yurak urib tursa bas deydi do'stlar. Mana qaranglar, qanaqa chiroyli, akkuratli qilib joylashtirishgan. Ko'rasizlarmi? Wow. Buni tagidan mana bunaqa qog'oz chiqadi, bilasizlar. Bu mana shu bizani ma'lumot o'rnida aytaman. Tak. Kumush, oltin va brilliant knopkamiz bo'ladi do'stlar. Qarang, shunaqa narsa. Itak, keyingi knopkani ham obzorni chiqaraman do'stlar. Bu ikkinchi knopka. Bu men bu Super Dry, bu anaqa o'zini matosi, men bu knopkani очистить qilib beradigan, tozalab beradigan salfetkasi, prям o'zi boshqa bu yerda hech narsa yo'q do'stlar mana. Quruq korobkani o'zi. Bu yerda hech narsa yo'q. Va do'stlar, hayajonli daqiqalar. Operator yaxshilab ko'rsating mana jarayonni, to'liq ko'rinsin. Bismillahirrohmanirrohim. Oppa. Wow. Prosta do'stlar, ana boshqa narsa-da, bu boshqa narsa do'stlar mana. Tak. Ikkita knopka bo'ldi do'stlar, mana menda ikkita. Gapinglar bormi? Kimda ikkita knopka bor, kimda? Maqtanib qo'ying mana do'stlar. Xullas do'stlar, hozir endi bitta pauza bo'ladi. Bom bitib men o'zim bilan knopkani ko'rasizlar. Xo'sh do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, meni eng katta orzularimdan bittasi, yana bittasi amalga oshdi. Albatta bu uchun do'stlar, men eslayman 2016-yilda ilk YouTube'ga qadam qo'yganman. O'sha vaqtda o'zbek musiqalarini olib yuklab, Hamdan Sobirov ashulasi premyera tez kunda deb do'stlar, mana shunaqa qiziqishlar bilan YouTube'ni boshlaganman, kanal ochib, mana shunaqa Ummonni, mana shunaqa Ziyodani, mana shunaqa mashhur qo'shiqchilarni qo'shig'i chiqmasdan Instagram yuklardi-yu, o'sha misol uchun nima deydi o'sha narsani? Premyera bo'lmaydigan narsalar, o'sha teaser deydimi? Tak shunaqa narsalarni do'stlar men chiqarardim YouTube kanaliga 2016-yil ilk ochgan kanalim. Va do'stlar, mana qariyb 10 yil o'tibdi. 10 yil ichida do'stlar men mana shu ko'rib turgan ikkita knopkalaringni men oldim do'stlar YouTube'dan. Nima demoqchiman? Albatta har bir narsani do'stlar o'zini yaxshiligi bor, o'zini qiyinchiligi bor. Men bu natijaga chiqquncha do'stlar salkam 10 yil umrim ketdi do'stlar. Lekin men shuncha vaqt davomida o'rgangan narsalarimdan sizlarga aytadigan bo'lsam, juda ham katta qiyinchiliklarni bosib o'tdim. Maqsadinglar hech qachon pul bo'lmasin ekan. Men chunki xato qilganim pul topish bo'lgan YouTube'dan. Ya'ni 2016dan shu 2022-yilgacha do'stlar men bir tiyin pul ishlamaganman YouTube'dan. Faqat shu o'zbekcha mana shu kanalimga videolar joylab, kontentlar qilib, ko'rgan bo'lsanglar ko'rasizlar do'stlar. Xudo xolasa Texno xabar kanalimizga, mana shu kanalimizga ham 100 mingta bo'lib knopka olamiz do'stlar. Albatta sizlarning yordaminglar kerak. Albatta videoga bir dona like bosib, iltimos sizlardan obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Kanalimizga podpisatsiya yoki subscribe tugmalarini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Meni eng katta orzularimdan yana bittasi amalga oshdi do'stlar. Sizlarga ham buyursin, nasib qilsin do'stlar. Havas qilinglar, hasad qilmanglar hech qachon.
Chunki hasad insonni o'ldiradi deydi. Havas qilinglar do'stlar. Sizlarga ham mana shunaqangi bir emas, ikkita YouTube knopkalaring bo'lmasin, 10 ta knopkalaring bo'lsin do'stlar. Inshaalloh ana shu bitta xonamni men to'liq knopkaga to'ldiraman do'stlar. Bu meni eng katta orzularimdan biri. To'g'ri, bu menga hech qanaqangi pul bermasligi mumkin, lekin menga qanaqangidir bu duh beradi do'stlar. Bu knopkani baribir o'ziga yarasha bir qanaqangidir savlati bor, to'g'risi. Men juda ham xursandman. Navbatdagi knopkam ham keldi. Hozir endi uni qaysi tomonga joylashish sizlarga birgalikda ko'rsataman. Qani do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Go. Do'stlar, tayyormisizlar? O'sha davr knopkani olamiz hozir. Eng zo'ri bu uchun maxsus joy bor. Hoppa. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Burada bitta knopka. Bu burchada ham. Qarangiz, bu yerda ham mana ikkinchi knopka do'stlar, ko'rayotgan bo'lsanglar. Orzu-orzuligicha qolmaydi albatta. Xo'p. Endi do'stlar, bizda nima qoldi bilasizlar? Finalniy joy qoldi. Bizga tak. Bunaqangi oltini qoldi do'stlar. Inshaalloh buni ham olamiz. Bu uchun alohida joy qildiramiz nasib do'stlar. Sizlar uchun yengilliklar bor. Albatta videomizga like bosinglar, obuna bo'linglar do'stlar, xudo xolasa. Sizlar uchun dahshatli videolar, bomba videolar prям kutyapti. Xudo xolasa tez kunda yengilliklarimiz bor. Albatta kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Amerikanskiy YouTube bo'yicha foydali ma'lumotlar chiqishda davom etadi do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Texno xabar loyihasi hamda Shohjahon bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, sog' bo'linglar. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and